Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Ism familiyangiz? Yaxshimisiz? Suyunov Hamdam. Hamdam aka, mana shu masiga 18.500 ga naqd pulga sotib oldingiz. Ko'rib, tekshirib, hamma joyni ko'rib oldingizmi? Aha. Sizga yoqdimi aka? Ma'qul, o'zgar ko'p texnika. Mana narxlari ham yozilgan, mana. 18.500. Mana yo'tishlari mana bunday aka. Mana bu narsada yurmaydi. Mana. Yurmaydi. Buni qo'yib turadi. Qachonki mana pastga bosib qo'yasiz, yuradi. Hali ham iloji bo'lsa bundan ko'ra bundan o'chirishni o'rganing. Mana. Mana uni o'chirasiz, keyin yoqib turib qo'shsangiz, mana ventilyator ishlaydi. Mana ko'rinishda elektromobilga o'xshaydi, lekin tagi motorlisi bor. Mana ventilyator. Sovutadi. Bakka 12 litr benzin ketadi aka. Hozir yurgizaylik. Mana akkatka paytida bunga 2 litr deyilgan akkatka paytida bu 2,5-3 litr yesa 400 km yurasiz degani. Lekin 2 litr akkatkadan chiqqandan keyin 500 kilometrdan keyin 2 litrdan yesa 12 litr bilan 600 km yurasiz. Mana pоворotlar ishlayapti. Signal. Avalanka. Faralar mana yonyapti. Dальний ближний. Или Margat. Orqa qarang, tormoz yonyaptimi? Yonyapti. Zanichi. Bo'ldi. O'zi orqada ham shu pоворotlar. Qo'shib ham ko'taraylik, asab. Tashigan qiladi. Mana orqasida zapas baloni. Qoliplarni yechib oldik, hozir ko'rdingiz. Mana motor ko'rinishi. Zapas balonlar bor. 800 dan 1 tonnagacha deyilgan, 1 tonna yukni bemalol ko'taradi aka. O'zi ko'taryapti. Yo'q, o'zi ko'tarmaydi. Endi qo'shib yordamchilar bilan ko'tariladi. Bu bilan nima ish qilasiz? Aka? O'zgarishlar, tirikchilik, uydagi ishlarga. Iloji bo'lsa, mana yosh bolalardan asta-asta o'rgatib, sekin-sekin haydatsangiz, bular ham asal yo'lni qo'lingizdan olsa, ancha yaxshi bo'lib qoladi. YouTube'ga, Instagramga chiqishga lozimsiz? Ha, yaxshi. Bo'ldi, qolgan klientlarga nima deysiz? Tavsiyangiz bormi? Yaxshimi ekan mototsiklimiz? Narxlarimiz qanday ekan? Menimcha salonni sharoitlari yaxshi. Garantiyalar berishyapti. Ha, garantiya tomonlama. Sizga aka 1000 kilometrdan 3 oygacha garantiya beramiz. O'sha 1000 kilometr 3 oyda ichida buzilib qoladigan bo'lsa, masiga qaytarib bermaymiz. Boshqa almashtirib bermaymiz. Mototsikl o'zini o'xshatib beramiz. Remont qilib berasiz. Remont qilib kelamiz. Siz yana uyingizda turib, uka masiga buzilib qoldi, kelib olib ketdi yoki kelib o'xshatib ketgan narsa o'tmaydi. Kelasiz, o'xshatib beramiz. Chunki biz aka, masalan, mana shuni zapchasi bo'ladigan bo'lsa, kamida bir masiga orqasini taxlasak polni bo'lib qoladi-da. Endi bilmaymiz sizga qaysi zapchasi topib berishdi. Ili nima kulishni topib berishdi bilmaymiz. Shuning uchun olib kelasiz. Bu yerda 15 minutlik ish bo'ladi, 10 minutlik ish bo'ladi, 1 soatlik ish bo'ladi. Siz uyingizga olib borsangiz 1 soat, 1,5 soat yo'lga ketadi, yana qaytib ket. Kunimiz, umrimiz o'tib ketadi. Kelasiz, badani chiroyli qo'shqatib beramiz. Erta 3 oydan keyin yo 1000 kilometrdan keyin ham masalan servis tugaydimi? Yo'q, tugamaydi aka. Hech qanday servis tugamaydi. Kelasiz, kelishilgan narxlarda hangama qilib, chiroyli qilib qo'shqatib beramiz. Men 3 oy o'tdi, bo'ldi, qayerga borsam bor degan gap yo'q. Chiroyli qilib chiqarib beramiz aka. Ustalarimiz bor o'zi. O'zim ustaman aka. Ana. O'zim ustaman.
O'zini tushirib qo'ygan. Ha, o'zimni tushunib qo'yapman, mana o'zim ustaman aka. Polni shuni bilan tushunaman. Shuni keyin sonini YouTube'imizga menga tashlab qo'yish o'sha videoni. Bo'l, yo YouTube'da turadi, YouTube'dan kirib, qani qilib olasiz, qarshi motordan kirib olasiz. Obuna bo'lmaganman. Ha, aytaman, obuna bo'lasiz, like bosasiz, komment yozasiz. Shu paytgacha lekin bir marta like bosing, komment yozing degan gapni hech kimdan so'ramaganman ham. Endi mana asta-asta o'rganyapmiz.